Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Saodatning shartlari deb nomlanadigan darslarimizdan bugun 12-sabab tahir limondan shirin ichimlik tayyorlab ol. Nordon limondan shirin ichimlik tayyorlab ol. Aqlli, xushli, xushyor, zaki odam unga kelgan ziyonni o'zini foydasiga aylantira oladi. Ammo ahmoq, tentek inson bo'lsa, ustiga kelgan bitta zararni ikkita zararga aylantirib oladi. Nima degani bu? Savdogar katta miqdordagi puliga kuydi. Bitta ziyon. Ziyon keldi. O'ylanadi, siqiladi, bo'g'iladi, davlenasi oshiradi. Yana bitta ziyon bo'ldi. Bitta ziyon ikkita bo'ldi. Yana bo'g'iladi, siqiladi, o'ylanaveradi, sahri oshirib oladi. Yana bitta ziyon. Demak, bitta ziyon keluvdi pulidan ajrab. Endi siqilib, bo'g'ilib, sahri ham oshirdi, davleni ham oshirdi. Endi aqlli insonchi puliga kuydi. Bu bitta ziyon. Endi nima qiladi? Allohning taqdiri ekan deydi, rozi bo'ladi. Bitta foyda. Ziyon bo'ldi. Gunohlarimga kafforat, shukr keltirsam. Yana bitta foyda bo'ldi. Endi sabr qilsam, Alloh undan yaxshirog'ini beradi deb Robbimiz haqida yaxshi gumon qildi, yana bitta foyda. Demak, ahmoq, tentak odam ustiga kelgan bitta ziyonni 3 ta, 4 taga aylantirib oladi. Aqlli, xushli odam esa ustiga kelgan bitta zararni 3 ta, 4 ta foydaga aylantirib oladi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam u zot Makkadan quvildilar, haydaldilar. Keyin nima qildilar? Keyin u zot sallallohu alayhi vasallam Madinada dunyoni ko'zini nurga to'ldirgan, dunyoni ko'zini adolatga to'ldirgan ulkan davlatni barpo qildilar. Foydasiga aylantirdi. Ahmad ibn Hanbal qamaldi bu kishi. Darralandi, azoblarga qoldi. Lekin bu mashaqqatlarning oxirida ahli sunna val jamoaning ulug' imomlardan biriga aylandi. Imom Saraxsiyni uzoq yillar zindonband qilishdi. Qamoqqa solib qo'yishdi. Nima qildi? Dod deb yig'lab o'tirib oldimi? Aksincha, dunyodan uzilganligidan foydalanib turib, o'zining eng mashhur ko'p jildlik Al-Mabsud kitobini yozdi. Tushunyapsizlarmi? Nima haqida gap ketyapti? Ustiga kelgan zararni aqlli, xushli odam foydasiga aylantira oladi. Ibn Asir hamma ishlardan uzilib uzoq bo'lib qolganidan keyin o'zini Jomil Usul kitobini va hadis kitoblarining eng mashhurlaridan bo'lgan Nihoyani tasnif etdi. Sizni ustingizga bir ish keldiki, sizga yoqmaydigan. Qarangda, shuni sizga foyda bo'lgan tomoni bor. Foydaga aylantirib olish bo'lgan mumkin tomoni bor. Ammo biz o'tirib olamiz. Hudaybiya sulhi bitildi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Quraysh bilan 10 yil urushmaslikka kelishdilar. Ana shu sulhning bandlaridan bittasi Makkadan bir odam hijrat qilib Madinaga borsa, Rasululloh qabul qilmaydilar. Shu shart bor. Rasululloh ahdiga vafo qiladilar. Abu Basir roziyallohu anhu shu ittifoqdan keyin hijrat qilib Madinaga bordi. Rasululloh qabul qilmadilar. Qaytarib yubordilar, chunki ahdiga vafo qilish kerak. Mana endi Abu Basir Makkaga ham qaytib bora olmaydi, Madinaga ham kira olmaydi. Zararmi? Musibatmi? Nima qildi bu kishi? Dodda yig'lab o'tirib oldimi? Yo'q. Makka bilan Madinaning o'rtasidagi Is deb nomlanadigan mintaqaga borib joylashdi. Tog'li joy, daraxtlari bor, g'orlari ko'p. Makkadan chiqib hijrat qilib Madinaga borishlikka imkoniyati bo'lmagan, o'ziga o'xshagan muhojirlarni to'pladi atrofiga. Bitta guruh tuzdida Qurayshning Shomdan kelayotgan karvonlarini talon qilib taroj qilishni boshladi. O'zi Qurayshni payg'ambarimiz bilan shu tinchlik sulhiga kelishdan maqsadlardan bittasi karvonlarini Shomga bemalol borib kelishligi edi. Shu maqsadda sulh tuzgan. Lekin Abu Basirning ishi ularni boyaga rejalarini amalga oshirmay qo'ydi. Shunda Quraysh majbur bo'ldi. Madinaga odam yuborib, ona va Abu Basirning jamoasini o'ziga qo'shib olaverdi dedi. Ana birodarlar, aqlli, xushli, g'ayratli odamlar ustiga kelgan musibatni
ustiga kelgan mashaqqat, makruhni o'zini foydasiga aylantira oladi. Ulamolardan biri aytgan edi. Ustida fitnalar bo'layotgan olimlardan bittasi aytadiki, agar meni qamab qo'ysa, bu men uchun xilvat. Yolg'iz qolib, birov bezovta qilmaydi, o'tirib ibodat qilaman deydi. Agar yurtimdan haydab chiqarishsa, bu sayohat deydi. Agar qatl qilishsa, bu men uchun shahodat deydi. Uchala holatda ham men foydadaman deydi. Aqlli, xushli odam ustiga kelgan makruhlarni ham o'zini foydasiga nima qiladi? O'zgartirib oladi. Birodar, har qancha yomon ahvolga tushib qolmagin, mana shundan ko'ra qiyinroq holatdan bo'lishi mumkin. Shuni eslat o'zingga, bundan bettar bo'lishi mumkin edi dedi. Mana bitta foyda shu yerda. Shukr keltirasan. Puling tugab qoldimi? Pul yo'q. Sog'liging turibdimi? Biroz kasal bo'lib yuribsan. Yurting tinchmi? Birodar, ijobiyatni ko'rishni ham o'rgan. Pozitivni ham ko'r, negativni ko'ravermasdan. Shunaqa odamlar bor, bilasizlarmi? O'tirdingiz, salbiyatni gapiraveradi, negativni gapiraveradi. Endi anaqa bo'lar ekan. Endi manaqa bo'lar ekan. Mardi manaqa bo'pti. O'tirding, salbiyatni gapiradi-da, yelkangga yuk bosib qoladi. Hayotdan to'yib ketasan. Hammamiz duch kelganmiz. O'tirding minusga, o'tirding vahimani gapiraveradi. Ayniqsa o'g'il bolalar, hushyor bo'linglar. Ko'chada bo'layotgan, insonning qalbiga yoqmaydigan ishlarni uyga ko'tarib, ota-enanichi axlat yashikka o'xshatib qo'ymanglar. Ko'chadan siqilib, bo'g'ilib uyga kelasizlar, otangizga, enangizga gapirasiz. Mana bo'lyapti, bunday bo'lib ketdi, savdo bo'lmayapti. To'g'rimi? Nima bo'ladi gapirib olsanglar, nima qilasizlar? Aytinglar. Ha. Yengillaysizlar. Ha. Nimani hisobidan yengillayapsizlar? Ota-enani ezib qo'yish hisobigami? Sizni boqib katta qilib qo'ygani yetmagandek endi bu yoqdagi problemangizni ham ko'tarsinmi? Shuning uchun ko'p aytaman, ukalar, ota-enasi tiriklar. Sizlar ko'chadan faqat yaxshi gap olib kelinglar. Sizni ko'rganda ota-enangiz ko'ngli yayrasin. Mana shu bolamning problemasi yo'q. Mana shu bolamning hamma yo'g'i yaxshi. Siz bilan o'tirgis kelaversin. Problema o'shuncha o'zi. Quvvatsiz, zaif o'g'il bola ko'chadagi muammosini olib kelib otasiga, enasiga aytib, ularni qiynaydi. Doim bir yaxshi narsa bor olib kelgani. Iso alayhissalom o'zini shogirdlari bilan, havoriylar bilan ko'chada ketayotsa, bir itning o'ligiga ko'zi tushdi. O'lgan bir necha kun o'tgan, hidi kelib ketgan sasib. Deyishdi havoriylar, juda ham sassiq, badbo'y, xunuk bo'lib ketibdimi deganida Iso alayhissalom tishlari tekkiz ekanmi degan ekan. Hadeb qorong'ilikda ko'ravermanglar. Ma'qulmi? Shuning uchun ustingga bir falokat, kulfat kelib qolsa, yaxshi tomonini istagin. Agar hayot senga ichish uchun bir piyola limon suvini bergan bo'lsa, unga bir qoshiq shakar solganda shirin ichimlik qilib ichib olgin. Bugungi darsimizning xulosasi shu. Ortiqcha puling yo'q. Minusmi? Zararmi? Lekin ortiqcha g'aming ham yo'q-da. G'am tashvish ham yo'q-da. Ortiqcha puling bo'lmasa, yaxshi tomonlari nima desa, darvozani qulflamasang ham xotirjam uxlayverasan. Kurs bilan ishing yo'q. Suyanishing Allohga, tavakkuling Allohga, dunyoingga emas. Qiyomatda hisobing yengil bo'ladi. Inshaalloh puling yo'q bo'lsa, qiyomatda jannatga. Inshaalloh boylardan ertaroq kirasan. Chunki hisob kitobing birodan qarzing yo'q. Ko'chada bemalol yurasan. Birodarlar, buni hammasini bilasizlar. Faqat unutib qo'yamiz-da. To'g'rimi? Zato deysiz-ku. Unday bo'lgani bilan deysizmi, mana shu gapni shu yerda ishlatish kerak. O'sha dunyo matohi ko'zlarimizni chalg'itib qo'yganda aldanib qolamiz. Rosa kurs o'ynayapti, dollarni kursi. Kim g'amda, kim xavotir siqilishda? Puli ko'plar. Puli yo'qlarga kursda ahamiyati yo'q. Ana foydalari. Qarang, pulingning yo'qligida qancha foyda bor. Lekin sen faqat nimasini ko'ryapsan? Zararni ko'ryapsan. Senga birov ilonni hadiya qildi. Nima qilasan? Terisini shilib olasan, terisidan foydalansa bo'ladi, qolganini tasha. Chayon chaqib oldimi?
O'lib qolmadingmi? Ilonni zahridan bu immunitet bo'ladi endi. Chayan chaqdi o'lmadingiz, tirik qoldingizmi? Foydani qarang, nima ekan? Endi ilonni zahri sizga ta'sir qilmas ekan. Shuning uchun birodar, Allohning taqdiri, ustingga kelgan yomon kun, yomon ish Allohning taqdiri. Taqdir kimgadir bir piyola asal berdi. Unga mazza. Kimgadir bir piyola qaymoq berdi. Unga ham mazza. Yana kimgadir bir piyola qiyomni berdi, qaymoqni berdi. Biriga qaymoq, biriga qiyom. Endi taqdir turli bitilgan, bu Allohning xohishi. Endi senga bir piyola limon suvi tegdi. Nima qilish kerak ekan? Peshonam sho'r ekan. Hammaga qiyom tegdi, qaymoq tegdi, asal tegdi, menga endi limon tegdi. Nima qilasan endi? Aytchi, nima qilasan? Birodar o'g'li yo'q. O'zini baxtsiz his qiladi. Qizing bor-ku. Birodar nimasi yo'q? Qizi bor, o'g'li yo'q. O'g'li bor, qizi yo'q. Sen ijobiyat ko'rishni o'rgan. Kim 3 ta qizni boqib katta qilib dedilar Rasululloh. Joyiga opo yuvib tarab topshirsa, do'zaxdan parda bo'ladi dedilar Rasululloh. 3 ta qizi. 2 ta bo'lsa-chi yo Rasululloh? 2 ta bo'lsa ham. Bitta bo'lsa-chi? Bitta bo'lsa ham. Ijobiyatni qara. Bermasa nima qilarding o'sha qizdir, o'g'ildir? Nima qilarding? Qayoqqa borar eding? Endi birodar, senga taqdir bir piyola limon suvini beribdimi? Bu Allohning xohishi. Nima qilasan? Ming'illab o'tirasanmi? Bir qoshiq shakarni olginda shirin sharbat qilib ichib olgin. Agar meni qamab qo'yishsa deyapti, xilvat. Haydab chiqarishsa sayohat, qatl qilishsa shahodat. Yana bitta misol. Shu ukamiz o'g'onsa ekan boshlaymiz ma'ruzani. Bo'ldimi? Cho'ka tushib oling. Men jon olib jon beryapman, qarang, siz uxlayapsiz-ey. Bu bola ham mashaqqatdan o'ziga foydali tomon topyapti-da mana. Domla ma'ruzada zeriktirib olsa, bitta foyda tomoni gilom yumshoq bugun. Hidlari yangi, uxlab oladi. Bishkekka ketmoqchisan, samolyotga bilet bo'lmay qoldi. Samolyotga bilet yo'q. Endi mashinada ketish kerak. 16 soat, 17 soat ketasan. Mushkulami? Mushkula. Bir piyola limonmi? Bir piyola limon suvmi? Limon suvi. Endi shakar solish kerak unga. Nima qilasan? 2 ta kitobni qo'lingga ol. Kitob o'qib ketasan. Bir qoshiq shakar shu. 2 ta kitobimiz, bir qoshiq shakar bo'ldi, quydik, sayohatdan foydalandik. Men futbolni gapiraman-da men. 4 ta komanda 2 soatga stadionda oladi. Yutkizgan chiqib o'tiraveradi, yutgan aylantirib o'ynaveradi. Seni komandang hadeb yutkizyapti. Kirding, 2 ta gol urishyapti, chiqib ketyapsan. 2 ta o'yin bo'lguncha o'tirasan. Siqilib, bo'g'ilib, asabini o'ldirmasdan oyoq qo'ling qizib turibdi. Fizikaga ishlab ol. 4 ta turnir tortinib qo'y, 20 ta press qilib qo'y, foydalanib qol. Yo'q, sen unaqa qilmaysan, siqilib o'tiraverasan. Mana shunaqa qilib. To'g'ri aytyapmanmi? Tayyor o'tiribsan, qizib, ishlab ol. Shuning uchun birodar, ustingga kelgan musibat seni o'ldirmabdimi? Demak, shu musibat seni kuchliroq bo'lishga olib boradi. Ustingga bir mashaqqat keldi, o'ldirib qo'ymadimi? Demak, endi sen kuchliroq bo'lasan. Birodar, taqdiringdan shikoyat qilib ming'illab o'tirma. Peshonangda bor ekanmi? Tamom. Ichish kerakmi? Ichish kerak. O'sha bir piyola limon suv berdi. Boshingga tushdimi? Tushdi. Endi nima qilasan? Bir qoshiq shakar sol, shirin sharbatga aylanadi. Shuning uchun birodar, aytyapmizki, hayotingda senga yoqmaydigan narsa sodir bo'lgan bo'lsa, shu holatni yaxshi tomoniga qara. Uni o'zingni foydangga aylantirib qol. Qiyin sharoitga moslan, o'zingga foyda chiqar. Ehtimol sen bir narsani yomon ko'rarsan, lekin Alloh shuni orqasida senga ko'p yaxshilik qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Darsimizning nihoyasi, agar senga hayot, taqdir ichishing uchun bir piyola limon suvini bergan bo'lsa, sen bir qoshiq shakarni aralashtirganda shirin sharbat qilib ichib ol. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.